Siz sog'lom yashash uchun nima qilish kerak ekanligini bilasizmi? Assalomu alaykum hammaga. Men 7 yillik tajribaga ega dietolog Sadoqat Muhammadjonova bo'laman va bugun sizga sog'lom yashash uchun nima qilish kerak? Eng asosiy top 7 ta buni sirini ochib beraman. O'ta qattiq dietalar yoki turli xildagi och qolish usullari yoki aytaylik turli xildagi bir usullar yordamida sog'lom bo'lish uchun dorilar ichib ozishga harakat qilishlar bu albatta eng xato tushunchalar hisoblanadi va bugun videoda eng top hali sizga hech kim aytmagan sirlarni hammasini fosh qilaman. Tayyor bo'lsangiz boshladik. Birinchisi, organizmga suv balansini berish. Organizmingizni 70% suvdan tashkil topgan. Siz buni juda ham ko'p joydan eshitgansiz. Hattoki yosh bolangiz ham bu narsani biladi. Lekin aynan o'sha yosh bolangiz bilgan narsaga siz amal qilib bera olmaysiz. Chunki sizni organlaringizni juda ham ko'p miqdordagi holati suvdan tashkil topgani uchun siz qanchalik organizmga suvni bermaydigan bo'lsangiz, shunchalik immunitet pasayishi, bosh og'riq holatlari yoki aytaylik limfa oqimini yaxshi ishlamasligi, ortiqcha vazn muammolari, shish holatlari kundan kunga ko'payib boraveradi. Demak, bir kunda o'zingizni kunlik suv normangizni hisoblab, ya'ni 1 kilo tana vaznni 30 ga ko'paytirish orqali siz o'zingizni kunlik suv normangizni kun davomida organizmingizga sog'lom va chiroyli bo'lish uchun berishingiz mumkin. Ikkinchi maslahatim ovqatlanish qonun qoidalariga rioya etish. Bu degani ochliklar emas. Sizni organizmingizni tushunish, ya'ni har bitta insonning organizmi uchun kerakli darajada oqsillar, kerakli darajada murakkab uglevodlar, foydali yog'lar, kletchatkalarni va vitaminlarni miqdori bor. Agar siz mana shu miqdorni organizmingizga to'liq holatda beradigan bo'lsangiz, sizda och qolish yoki masalan ozish paytida tez-tez och qolib narsa yeb qo'yish, emotsional ovqatlanish, stressga tushish, vaqtida uxlamaslik holatlari bo'lmaydi. Demak, har bitta organizm uchun oqsil, foydali yog', murakkab uglevodlar va albatta kletchatkalarni miqdori kerak. Uchinchi sizga beradigan tavsiyam albatta yetarli darajada vitamin va minerallarni miqdorini nazoratga olish. Ya'ni har bitta organizm uchun vaqtida berilgan vitaminlar, ya'ni masalan aytaylik vitamin D, omega yoki magniyni, masalan 3 ta vitamin bor. Mana shu vitaminni siz analiz topshirmasdan ham odatda qabul qilib yurishingiz mumkin. Vitamin bad holatida vitamin D defitsitligi, ya'ni uni kam ekanligi yoki omega 3 ni yetarli emasligi yoki magniyni sizning organizmingizda yetishmasligi sizni o'ta kuchli stressga tushiradi va natijada sizda bo'ladi emotsional ovqatlanish, ya'ni bir kosa ovqatga ham to'ymaysiz va sizning organizmingiz yana ovqat talab qiladi. Masalan, oddiygina bitta magniyni olaylik. Odatda inson asabiylashgan paytida magniy kichkina peshob orqali, kichkina hojatga borish orqali organizmingizdan yuvilib chiqib ketib qoladi. Xo'p, siz magniyni yuvib chiqarib yordingiz. Chunki inson bir kunda juda ham ko'p asabiylashadi, to'g'rimi? Necha marta asabiylashasizlar bir kunda? Juda ham ko'p. Buni soni yo'q, sanoqi yo'q. Ayniqsa ayollarda bu holat ularning ko'pincha gormonlari, emotsiyalari boshqaradi. Natijada ular ko'p stressga tushadi. Stressga tushgan inson esa maza qiladi qachonki noto'g'ri ovqatlansa, shirinliklar, gazli ichimliklarni yesa. Mana bu holatlar esa organizmda qancha kuchli stress bo'lsa, shuncha magniy yetishmovchiligi bo'ladi. Demak, omega, vitamin D va magniylarni, vitamin va minerallarni o'z vaqtida qabul qilib yurish ham sog'lom ovqatlanishingizni garovi hisoblanadi. To'rtinchisi, ichak salomatligiga e'tibor berish. Ya'ni sizning immunitetingizni 70% sizning ichaklaringizda, ya'ni o'sha kishechnik deb eshitgansiz ko'pchiligingiz ichaklaringizda joylashgan desam, ishonasizmi? Ha, ishoning, chunki sizning ichagingizni holati bu sizning ikkinchi miyangiz. Qanchalik ichak sog'lom bo'lsa, shunchalik sizning immunitetingiz baland, tana vazningiz nazoratda, sizning yuzingizni holati chiroyli holatda va albatta kayfiyatingiz zo'r holatda bo'ladi. Chunki 70% ichagingizda nafaqat sizni serotonin gormoningiz joylashgan, ya'ni serotonin bu baxt va quvonch gormoni. Ichak qancha sog'lom ishlasa, ichakning motorikasi zo'r ishlab bersa, patogen bakteriyalar, ya'ni ichakda 3 xil holatda bakteriya bo'ladi. Oddiy bakteriyalar, neytral bakteriyalar va patogen bakteriyalar. Mana bu patogen, ya'ni yomon bakteriyalar soni kam bo'lsa, inson shunchalik sog'lom va chiroyli holatda ovqatlanishni boshlaydi.
Ya'ni patogen bakteriya ko'p bo'lsa, siz noto'g'ri ovqatlanasiz. Natijada yuzingizga ugri toshadi. Natijada sizni qabziyat muammosi qiynaydi. Natijada siz sal narsaga shamollaydigan bo'lasiz. Ya'ni sizni serotonin immunitetingiz tushib ketgan yoki natijada sizni sal narsaga kayfiyatingiz tushadi. Depressiya holatlari kuchayadi. O'shaning uchun ichakka e'tibor berish eng muhimi. Ko'proq probiotik, prebiotik mahsulotlarni ratsionga qo'shish mani dietolog sifatida sizga beradigan eng kuchli tavsiyam. Keyingi 5-qadam esa bu albatta uyqu. Uxlamagan insonning gormonlari o'ynab ketadi, ya'ni gormonlar izdan chiqishni boshlaydi. Eng asosiy gormonlaringiz bor. Uxlayotgan paytda melatonin gormoni ishlab chiqariladi. Agar siz 7-8 soat optimal uyqu normasi 7-8 soat kattalar uchun deyiladi. Kechqurun 23:00 dan, ya'ni 4 ta chuqur uyqu fazasi bo'lsa, 4 ta uyqu fazasi bo'lsa, eng chuqur uyqu fazasi soat 11 dan tungi soat 3 gacha bo'lgan vaziyatda bo'ladi. Agar siz shu jarayonda uxlamaydigan bo'lsangiz, gormonlar izdan chiqishni boshlaydi. Sifatli uyqu sizni umringizni ham uzaytiradi, gormonlaringizni holatini ham yaxshilaydi, sizni ishtahangizni nazoratga olishga ham yordam beradi. Demak, mana shu qonun qoidalarga ham amal qilish. Va 6-si stresslardan uzoq holatda yashash uchun piyoda yurish yoki jismoniy harakatlar bilan shug'ullanish. Masalan, piyoda yurish deganda bu faqatgina narsa yeb, quritishimib yoki semichka chaqib yurish emas. Bir kunda inson oddiy harakatidan tashqari 30-40 daqiqa o'zini sog'lig'i uchun, o'zini energiya manbai uchun, ya'ni o'sha mitoxondriya hujayralaringizni energiya manbai, mana shu mitoxondriya zo'r ishlab berib, energiyaga to'lib, rus tilida aytganda bodri deyiladi-ku, o'sha bodri yurishingiz uchun siz bir kunda 30-40 daqiqa piyoda yurishni odat tusiga aylantirsangiz, sog'lom turmush tarzini eng asosiy qonun qoidalariga rioya qilgan bo'lasiz. 7-si esa kollagen va antioksidantlarni qabul qilish. Nimaga kollagen deyapman? Chunki har bitta insonda bu holat kechadi. Siz 20-25 yoshdan keyin sizni organizmingizda kollagen ishlab chiqarilish sintezi pasayib ketadi. Ya'ni siz noto'g'ri ovqatlanasiz, nosog'lom turmush tarzi bor, stress kuchli, ko'p shakar yeysiz. Natijada organizmda kollagen ishlab chiqarilish pasayib, kollagen yaxshi sintez bo'lmagandan keyin sizni terilaringiz qarishni boshlaydi. Bo'g'imda og'riqlar, suyaklarni tez-tez mo'rtlashib qolishi, osteoporoz, artrit, artroz muammolari, bulardan tashqari bo'g'imlardagi og'riqlar holatlari, mushaklardagi mushakni sarkopeniya holati, ya'ni mishsa kamayib ketadi, mushak kamayib boraveradi, inson qarishi boshlanadi, teri elastikligini yo'qotadi. Terilar bundan o'xshagan paytingizda yumshoq holatga keladi. Mana shuning uchun ham organizmga kollagen va antioksidantlarni ko'p qo'shib berishimiz kerak. Xo'p, siz o'zingizdagi organizmingizda vitamin va minerallarning yetishmovchiligini qayerdan bilasiz? Bu uchun biza dietologlar sizga bepul qo'llanma tayyorladik. Ya'ni organizmingizda bo'layotgan yetishmovchilikni 15 ta belgisi degan. Bu bepul qo'llanmani olib nimalarga erisha olasiz? Masalan, gormon analiz topshirishga hammani puli yo'q, to'g'rimi? Siz faqatgina o'zingizdagi belgilar, shikoyatlar orqali bu narsani aniqlashingiz mumkin. Sizda qaysi gormon yaxshi ishlamayapti yoki qaysi vitaminlar yetishmayapti. Aynan mana shu qo'llanmada shu ma'lumotlar kirgizilingan. Uyda o'tirgan holatda o'zingizni holatingizni tahlil, analiz qilishingiz mumkin bu bepul qo'llanma orqali. Va bundan tashqari tekinga ovqatlanish uchun tavsiyalar va bundan tashqari eng foydali bo'lgan mahsulotlar, ya'ni boya aytganimdek, kollagenga boy bo'lgan mahsulotlar, antioksidantlarga boy bo'lgan mahsulotlarning ro'yxatlarini aynan mana shu qo'llanmada olasiz. Bu qo'llanmani olish uchun va Sinalife kompaniyasi tomonidan bepul konsultatsiyadan o'tish uchun va siz agar Sinalife kompaniyasi tomonidan taqdim etilgan beta kollagenni sotib oladigan bo'lsangiz, o'rniga yana qo'shimcha vitaminlarni sizga sovg'a tariqasida berilishini xohlaydigan bo'lsangiz, hoziroq pastdagi havola orqali ro'yxatdan o'ting va bepulga qo'llanmani qo'lga kiriting.